Buyuk mutafakkirlar adabiyotimizning ikki ulkan siymosi Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning hayoti va ularning ma'naviy bog'liqligini aks ettiruvchi yangi film Yulduzlar shu'lasi Jomiy va Navoiy badiiy filmi suratga olish ishlari boshlangan edi. Bugun filmning so'nggi jarayonlarini suratga olish uchun dekoratsiyalar tayyorlanib, tarixiy muhitni to'liq aks ettirish ustida ishlar olib borilmoqda. Eng oxirgi jarayonimiz Xurosonni poytaxti Hirot shahrini o'sha mehmonlar qabul qiladigan, katta mashvaratlar o'tkaziladigan, umuman hukumatda bo'ladigan, davlatda bo'ladigan katta jarayonlarda hal bo'ladigan joyi. Bu syomka qo'yganimizdan keyin buni o'zgartiramizda, keyin o'sha sahro sahnalarimiz bor va yana interyer sahnalarimiz bor. Filmda taxminan adashmasam 10-12% suratga olish ishlarimiz qolgan. Film kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan O'zbek film va Tojik film hamkorligida suratga olinmoqda. Unda Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy o'rtasidagi yuksak ustoz-shogirdlik munosabatlari hamda ma'naviy yaqinlik yoritiladi. Ikki buyuk mutafakkirning ijodiy muloqoti orqali O'zbek va Tojik xalqlari o'rtasidagi azaliy birodarlik, madaniy uyg'unlik hamda ma'naviy hamjihatlik g'oyalari o'z ifodasini topgan. Alisher Navoiyga murojaat qilinganda, ruboiylari, g'azallari, o'shaligi dostonlariga, hamsaga e'tibor qilamizda, juda katta davlat arbobi ekanligi haqidagi bo'lim faqat so'zda o'tib ketadi. Ya'ni o'sha vazir bo'lgan, muhridor bo'lgan degan bir og'iz so'zlarda o'tib ketamizda. Xudo xohlasa biz filmimizda o'sha davlat arbobi sifatida Alisher Navoiy kim bo'lgan? Shoirlikdan tashqari, o'sha bir ijodkorlikdan tashqari shu davlat arbobi sifatida qanday bir faoliyat olib borgan degan savollarga ham yechimlar bor. Yulduzlar shu'lasi Jomiy va Navoiy filmi Tirik tarix dasturi doirasidagi muhim loyiha bo'lib, unda nafaqat milliy kino san'ati, balki mintaqaviy madaniy integratsiyani mustahkamlashda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu film tomoshabinlarga 4 ta tilda: o'zbek, tojik, rus va ingliz tillarida taqdim etilishi rejalashtirilgan. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun.